shahridagi eng ibtidoiy tarixning iznasi. Bu qadimiy shahardagi necha 100 ming yillar ilgirki g'oyat zo'r dinozavrning izi. Bu o'tmishning guvohisi, bugungi hukmning asosi. Bu joyda O'rta Iro davridagi eng cho'ng zumbigar dinozavrning tosh qatmasi bor. Bu yerda yana Jo'nxar o'ymonligining bir dengiz ekanligi shohid bo'ladigan dengiz jonliqlarining toshga aylangan geologiyalik to'pi bor. Bu yerda yana necha million yillar ilgirki ibtidoiy daraxtlarning toshga aylangan iznasi bor. Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Biz oldingi son programmamizda Guchung nayisida bayqalgan Osiyo bo'yicha eng cho'ng dinozavr tosh qatmasi to'g'risida to'xtalgan edik. Bugungi programmamizda biz yana mushu qadimiy shaharda bayqalgan dunyo bo'yicha eng cho'ng silsilik daraxt to'pi to'g'risida to'xtalamiz. Qadimiy shahar Guchung nayisi bozori ichida avtonom rayonimiz ichi va sirtiga xilli to'nilgan bir cho'ng silsilik daraxt bozori bor. Bu bozor ko'lamining cho'ngligi, silsilik daraxt turlarining ko'pligi bilan nom chiqargan. Undaqda eng cho'ng silsilik daraxt bozorining Guchung nayisida qurilishiga nima sabab bo'lgan? Hörmətli televizor görüşçülər, mən hazır Guchung nahiyesidəki silsilashgan daraxt bazarında turuyatman. Qurilğanğa 10 il bo'lgan bu bazarda türü, şəkli, rəngi hər xil bo'lgan, mana muşununğa oxşaş həm çoğ, həm g'alati silsilashgan daraxt və onun da işlənən bezək materiallarını uçurta alaysiz. Bu bezək materialları və silsilashgan daraxtlarning ba'zilari necha 10 ming yuandan necha million yuanga yaraydiganlari bor ekan. Undaqda Guchung nayisida nima uchun mana muşununğa oxşaş keng ko'lamdagi bazar shakllangan? Buni bilish uchun biz sizni Guchung nahiyesidagi general cho'lligiga başlap baramiz. Guchung nahiya bozorining shimoliy Jo'nxar o'ymonligining sharqi janub chetiga to'g'ri keladigan general cho'lligi bugungi kunda o'zining sirliqligi bilan kishilarning diqqatini alayda jalb qilmoqda. Hörmətli televizor görüşçülər, mən turuyatqan bu joy qadimki Ipak yo'lining shimolidagi muhim qatnash tugallarining biri bo'lgan. Ayni davrdagi nayt cho'ng savdo markazi qadimki shahar Guchung nayisining shimolidagi general cho'lligidagi dunyo bo'yicha eng cho'ng silsilashgan daraxt to'plashgan joy. Siz bu joyda turib yiroq nazar solganingizda keng ketgan yordang edirliqlardagi uzundan uzunga so'zilgan, shunaqla egiz do'ngliklarning ustidagi cho'qchiyib turgan nurg'unlagan silsilashgan daraxtlarni ko'ra olasiz. Bu silsilashgan daraxtlar bizga ayni davrdagi tarix haqida nimalarni so'zlab beradi? Mana bu qaqas cho'llik silsilik daraxt to'pining makoni. Silsilik daraxt ya'ni tosh daraxt deb ataladi. Siz bu silsilik daraxt rayoniga qadam bossangiz, necha 10 million, hatto necha 100 million ilgirki davrlarning yordamchisi bo'lgan silsilik daraxt ya'ni tosh daraxtlarni mangdanda bir degidek uchirtamiz. Biz hozir ko'rib turayotgan bu general cho'lligi bundan 205 million yillar ilgari Yura davrining oxirgi mezgillarida mana bunday quruq cho'llik bo'lmasdan, balki ko'l bo'yidagi bo'k baraqsonlik tuzlanlik bo'lib, u joyning ayni vaqtdagi muhiti va klimati hozirgisidan tubdan o'xshamaydi. Ayni vaqtda bu joyda daryo va ko'llar keng tarqalib, o'simliklar bo'kkida o'sgan bo'lib, keyingi davrlarda, ya'ni Yura davrining oxirgi mezgili kelganda klimatning o'zgarishi sababidan sosliqlar tarayib, o'simliklarning o'sishiga amalsiz qolgan. Ma'lum yaxshimisiz? Ayni davrda mushada o'sgan o'simlik va daraxtlar nima sababdan mushta silsilashib ketgan? Ayni davrdagi musha qadimgi o'rmonlar tabiiy kuchlarning ta'sirida, masalan, yer tevrash deymiz. Musha yer tevrashning ta'sirida yer yuzi yerilib, bu zo'r ko'lamdagi bu daraxtlar yer ostiga ko'milgan. Yer ostiga ko'milgandan keyin uzun yillarning o'tishi bilan tuvan temperatura, yuqori bisim, shundaqla oksigensiz musha sharoitda yetilgan musha silsilik o'tishga almashib, onundan keyin o'sha daraxt o'ziniki shakli oldi, qurilmasi qatorliqlarni ayni bitda saqlab, vaqtning o'tishi bilan tadrijiy silsilashgan. Mana biz ko'rib turibmiz, bu daraxtningki yildiz qismi 100 million yillar o'tgan bo'lsa-mu, ayni vaqtdagi o'sha shakli oldi qurilmasini o'z bitda aynan saqlab turmoqda biz bundan. Bo'r va Yura davrida büyük baraqsan ibtidoiy o'rmonlar tog' yasash harakatining ta'sirida yerlarning yerilishiga ergishib, yer qatlami ostiga cho'kkan va yig'ilgan.
yana uzoq davrlardan keyin yanar tog' harakati va yanar tog'larning portlashi bilan yer osti qatlamiga ko'milgan dal daraxtlar yuqori haroratlik issiqlik ta'siriga uchragan. Ma'lum biz bayamdan beri ko'ryapmiz, bu joydagi silsilashgan daraxtlar to'pi nihoyatda keng tarqalibdi, shundaqmi? Silsilashgan daraxt deb nimaga aytamiz? Silsilashgan daraxt deganda yashirib ko'kirib turgan daraxtlarning yer yuzining yerilishi, undan keyin yer tavrash sababli yer ostiga kirib ketib, silsilashib, qo'rg'oqlashgandan keyin bu hozirgi shu qatma holatga keladi. Biz buni silsilashgan tosh daraxt qatmasi deb ataymiz. Masalan, hozir men ko'rayotganimizning o'zimi tashqi va sirtqi post qismi asosan bu toshga aylanib bo'libdimi, qanday? Ichi sirti o'xshash toshga aylanib bo'lgan. Buning hamda nima degan vaqtda birisi yer yuziniki bu kalkun suvlarining yalishi, yomg'irning urilishi, undan boshqa bu quyosh nurining ta'siri bilan bu bara-bara yer yuziga chiqib qolgan. Undan boshqa shu silsilashgan daraxtniki shakllanish jarayoniga necha million yillar ketadigan bo'lg'achqa buniki hamda silsilashish, qurg'oqlashish darajasi intayin yuqori bo'ladi. Hozir men yerda qaraydigan bo'lsak, buning qat-qatidan necha rang qatlami bor ekan. Bumi o'sha yillarning o'tishi bilan ranglar shundoq o'zgarib ketgan deyishga bo'lamdi. Albatta shundoq bo'ladi. Hamda bu daraxtlarniki baldur tarixi uzun daraxtlari ichi qaramto'l, jigarrang holatga keladi. Ham yangiroq, keyinroq silsilashganlar bo'lsa, ichi qizil holatda bo'ladi. İptidoylikqa ega bo'lgan bu tosh daraxtlar general jilg'isida o'zgacha bir manzil hosil qilgan. Bu Guchongdagi silsilashgan daraxtni 1985-yil 8-oyda O'rmonchilik akademiyasidagi bir qism tadqiqotchi xodimlar shu Guchong noyasiga kelib, Jo'ng'ar o'ymoqligini tekshirgan vaqtida shu general cho'lligidan shu toshlarning borligi bayqalgan. Ularning shu chaqda bayqagani bir ibtidoiy o'rmonlik to'pi bo'lib, buningda odatda 1000 tutdan ortiq kerimlashgan, silsilashgan tosh daraxt qatmasini topgan ekan. Mushu tosh daraxtlar qatmasi tosh daraxtga aylanishdan sirt yana boshqa, masalan, ko'mir deymiz, neftdan ashtaq narsalarga aylanish imkoniyati bormi? Bor. Buningda tosh daraxt qatmasiniki tarixi uzunroq bo'lganlari ko'mirga aylanib ketadi. Yaqinqi davrda silsilashgan daraxtlar bo'lsa, aynan pit saqlanib qoldi. Avtonom rayonimizda Qo'mbul va Pichan qatorliq joylardami silsilik daraxtlar bayqalgan. Ondaqda Guchongdan bayqalgan bu silsilik daraxtlar qanday alohidalikka ega? Bizning materiallarda ko'rishimizcha, shu dunyoning har qaysi joylaridan, avtonom rayonimizning boshqa joylarida nurg'unlagan shu silsilashgan daraxtlar to'pini qizib olgan ekan. Endi shu hamma yerda shu qizib olingan shu silsilashgan daraxtning turi, shakli, uningki ichki qatlamasi o'xshash bo'lamdi yo ma'lum jihatdan farqli bo'lamdi? Qisman farqlandi. Endi mavi Guchong noyasidan bayqalgan silsilashgan daraxtniki birsi bu keng doira taqalgan. Yana birisi soni ko'p, gavdasi zo'r. Ikkinchi birisi Guchong noyasiniki mavi havo klimati qurg'oq bo'lg'achqa saqlanish holati aynanroq. Shundaqla bu ba'zilariniki ichi qizil, jigarrang holatga keladi. Bunday holatga toshniki hamda qimmati yuqori. Chunki bu hamda bezakchilik, zibu-zinnat buyumlar yasashda qimmatli material hisoblanadi. Biz necha kundan beri o'shan ko'rish jarayonida yana atrofdagi nurg'unlagan cho'ng tipdagi daraxtlarning yiltizini uchratdik. O'sha yiltiz qismlar bilan hozir moyatga uzun so'zilgan daraxtning asosi g'o'l qismi ekan-ku. G'o'l qismlarining asosi ichki qurilmasi jihatdami o'xshashmidi? Qurilma jihatda o qisman o'xshamaslik bor. Nima degan vaqtida bu daraxtning turlari asosan farqli. Chunki bu yerda bayqalgan silsilashgan daraxtlarniki qarg'oy, sikar daraxti, sarji daraxti, urik, jigda qatorliq daraxt turlari xilma-xil bo'lg'achqa, buniki shaqshumbu tuzilishi,
Unikayından buniki gavdisi jihatdan o'xshamaydi. Ba'zi daraxtlarniki atrofidan yovu muylar bayqalgan. Shundan qarab biz bu yerda bu qadimda bu yerda qisman mevali ko'chatlarning borligini bilalaymiz. Bugungi davrda mana shu silsilashgan daraxtlar hamda nihoyatda qimmatli material sifatida saqlanib yotibdi. Bu hamda hozirgi mush vaqtda qanday bir ishlatish qimmatiga ega? Buning hamda ishlatilish doirasi hozir kengroq. Bu shu tibobat sohasida, masalan, qon besim tushirish qatorliq ishlarda hamda bu sirtqi jihatdan buni doğruluk qimmati bor deb qarayotdi. Undan boshqa buni taqtaytilib turli zibu-zinnat shu uy bezakchiligi ishlarida keng doirada ishlatilyapti. Buning hamda hozir iqtisodiy qimmatimi, yana birisi san'at qimmatimi bor. Siltilashgan daraxtning yil halqisini farqlantirib bo'ladi. Daraxt qo'zg'i xuddi yoshirib turgandek bo'lib, aygri-bugri yildizlari sheg'il ostiga ishkirilib kirgan. Shoxlarining hammasi siltilishib toshqa aylangan. Bu joyga yana yer ustiga chiqib qolgan daraxt yildizlarini payqaysiz. Tadqiqotchilar shu tekshirish orqali silishilashgan bu daraxtniki asosiy tarkibiniki yog'och qurilma ekanligini aniqlab chiqdi. Shundaqla buningki ko'p qismniki asosan bundaq 3 xil rangdan tarkib topganligini buni tekshirib aniqlab chiqqan. Shu 3 xil rang asosan uniki tarkibiga hukm qilish qildi. Odatda mana tarkibidagi yashil rangli qismi asosiy yiqiqdan tuzilgan. Ammo qora rangli qismi odatda opal tashi, bir xil mineral tash. Kul rang qismi asosiy kalsidoniya, bir xil mineral tash. General jilg'isidan bayqalgan bu silsilik daraxtlarning eng to'mlarining aylanmasi 2,26 metr keladi. Eng uzunligi 26 metr bo'lib, dunyo bo'yicha 2-o'rinda turdi. Tashqi shakli bir qadar mukammal saqlangan bir tüp silsilik daraxtning eg'irligi 5 tonnadan oshdi. Aloqador mutaxassislar bu yerdagi silsilashgan daraxt to'pining yil davrini oldingi yura davriga taalluq deb bekitgan. Buning ichida qarag'ay, archa, sikas daraxti, sarcha daraxti, oziqliq sarcha daraxti qatorliq 15 xil ibtidoiy daraxt tosh qatma daraxti turi bayqalgan. Buning turi degan vaqtida asli buning yashirib turgan daraxt oldidagi shu turi o'xshamagan bo'lg'achqa buniki birsi posti, buniki endi shox-shumbulari, undan boshqa ichki qismidagi rangdorlik o'xshab ketmaydi. Nima ish qilgan vaqtida bu hamda bu daraxtning hamda ba'zilari qarg'oy yoki archa yoki sikas daraxti yoki sarja daraxti yoki o'rik yoki bo'lsa jigdi bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda bu asli daraxtning holati o'xshash bo'lmag'achqa, buningdagi tosh qatlami o'xshamaydi. Postim o'xshamaydi. Tadqiqotchilar hozir hamda bu silsilashgan tosh daraxt qatmasini oldingi yura davriga taalluq deb qarayotdi. Demak, buning hamda hech bo'lmadi degan vaqtida 100 million yillar ilgari bu asli yashirib turgan bir daraxt. Keyin bu hamda o'sha yer ostiga kirib ketib, silishib mushadat kelib qolgan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, general jilg'isidagi silsilashgan daraxtlarning tarqalishi keng, soni va turi ko'p. İbtidoiy daraxtlarning gavdasi yo'g'on bo'lib, davlat ichida oz uchraydi ekan. Tadqiqotchilarning qarashicha, bu bayqalgan silsilik daraxt to'pi general cho'lligida bayqalgan dinozavr tosh qatmasi bilan zich munosabatlik ekan. Iniqki jonliqlarning yashash uchun ma'lum sharoit, yana birisi bu yerda muhit bo'lish kerak. Hamda arxeologlarning bayqashicha, shu general cho'lligidan bayqalgan dinozavrlar Maminchuqur oilasiga tavaka. Hamda Maminchuqur oilasidagi dinozavrlarning asosli iste'mol qildigani o'simlik. O'simlik. Anda bo'lgan ekan, bu yerda demak ilgari buningdan 200 million yillar ilgari general cho'lligida dinozavrlarning yashaganligi aniq degan gap. Hamda bu yerda shu dinozavrlarning iste'mol qilish uchun o'simliklar, dal daraxtlar bo'lish kerak. Yana birisi ichimlik suv bo'lish kerak. Bo'lmasa bu dinozavrlar yashamaydi. Demak, bu yerda hamda shu dinozavrlar bilan
bu o'simliklar bo'libmi daraxtlar bu yerda giralishib ketgan bir-birini shart qiladi-da. Demak, bu yerda hamda keyin shu yer yuzining yerilishi, yanvar tog' sababli demak, bu yerda dal daraxtlar bilan qo'shilib dinozavrlarmi yer ostiga kirib ketgan. Buning bilan shu tosh qatma holatda mayli daraxt bo'lsin, mayli dinozavrlar bo'lsin, hammasi toshga aylangan holatda, silsilashgan holatda bayqalgan. Amaliyotda o'ttir hayot erasining oxirgi bo'ri davrigacha yashagan g'oyat zo'r dinozavrlarning tosh qatmisi necha million yillab yer ostidan ko'milib, silkilashgan daraxtlar to'pi. Shundaqla qurg'oq rayonda bo'ronning yolishi natijasidan shakllangan yordamliq yer shakli o'zaro bir-biriga bog'lanishliq bo'lib, general jilg'isining ayni zamonsini aslatadigan ajoyib manzarani shakllantirgan. Gochung nayesi general jilg'isidagi bu bayqash Xinjiangdagi Junxar o'ymonligining qadimgi davridagi jo'grafiyasi, qadimgi kelimati, qadimgi o'rmonligi, shundaqla ayni zamondagi ibtidoiy daraxtlarning tarqalishi qatorliqlarni tadqiq qilishda intayin muhim ilmiy qimmatga ega. Ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'ngillarga rahmat. Kelar son ko'rishaylik. Xayr xo'sh.